Ya men bitta narsaga tushunmayapman-da. Captiva 4 16669 kilometr aka, halolmi yo'qmi? Aka 100% halol yurgani mana shunaqa. Javob berasiz. 100% aka. Ay javob aka. berasiz. 5000 o'tib beraman. Nima edi bu? Obzorda zo'ri bo'lyapti. 2018 toza mashina, hech nima qilinmagan. 16000 probeg yaqinda bo'lgan mashina akalar. Uni boshqa tushuntirish shart emas. Ko'rishinglar mumkin, to'rtta balon, Magicar pult, propan yaqinda qo'yildi. Mashina tayyor, umuman kraskasi yo'q. Holatlarini, apishkalarini ko'rishinglar mumkin. Mashina ham mashina bozorga tayyorlanmagan, paketlari ham o'ziniki turibdi akalar. Yolg'on bo'lmasin, sidenni paketdan o'zimiz qo'yganmiz, chunki yirtib tashladik. Mana bu paketlar o'ziniki turibdi akalar. 100% ichlariga, sidenilariga, rullariga, probeglarini tekshirib, keyin to'lovni qilsalar bo'ladi akalar. Chunki aka bozorda ko'payib ketdi-da bunaqa mashina yasaydiganlar. Shunday aka, qaytaryapti, probegini qaytaryapti. Jizzaxlik ham ustimizdan kulyapti-yu, o'zi tushunmaydi. Mashinaga o'xshab sotadi-da mashina endi aka u ham. Nasiya sotadi, halol deydi, harom sotadi. Lekin bizdan Samarqandliklar ustidan kulyapti. Lekin probegga garantiya aka. MBNmi? Ha aka. U birovda haqorat qilish yaxshi emas, lekin Samarqandliklar ustidan kulyapti. Probegga 100% garantiya. Mashinaga ham, barterga ham qilaveramiz, naqd narsa kelishaveramiz aka. Narxini faqat aytaylik insof bilan. Endi chunki hozir men misol uchun mashinangizni aka narxini yerga olmayman. Chunki yaxshi mashina narxini yerga olmaydi. Ha. Endi bunday narsa aka. Mashina misol 15-16 mingga ham shunaqa mashina topish mumkin. Mashinani 25 ming so'raymiz. Atak buni ustida kelib normalni kelishsak bo'ladi. 25 so'rayapsiz. Chunki mashinani halol probega qiziqqanlar oladi aka buni. Ko'pchilik kommentariyada yozishi mumkin, qimmat, buni pulga BYD beradi, lekin Captiva mingan BYD minmaydi. BYD mingan Captivani вообще minmaydi. Buni xuddiki konserva bankadek his qiladi aka. Oddiy misol o'zimga elektr ma'qul emas aka, to'g'risi. O'zingizdan bilasiz, endi misol uchun nisbatan o'sha magnet bo'ladigichida sal zararroq nisbatan bor, ta'siri bor. Endi Captiva minadigan, muxlisi bo'ladigan bo'lsa, 25 ming, 18 toza 16 ming yurgan. Keysa mashinaning ustida gaplashsak bo'ladi. Naqd, nasiya, barter, uni gaplashaveramiz. Lekin to'g'ri probegga mazza qildim. Endi aka aytayaptilar, Ubermi aytayaptilar, mana probegga, kraskasiga javob deyaptilar. Rostdan endi puliga arziydi. Sababi Captiva vaqtiga 40 minggacha sotildi. Mana shu mashinalar 40 minggacha sotildi. Bitta joyda ko'rdim. Endi nomini aytmayman, kim reklama qildi. Короче, shunday anaqada garajda qo'yilgan. Chang qilingan, lekin kapot ichlari yangi turibdi-da. Bu tayyorlangan mashina aka. Chang berkirmaydi. Yakson qilamiz deydi, boshqa qilamiz. Buni changda hamma joyga chang sepaku, luchokga chang sepish esdan chiqadi mashina shunaqa aka. Ana shuning uchun luchokdan bilsa bo'ladi, asham o'qib. Men sizdan aka ko'p narsa o'rganyapman, to'g'risi. Ko'p narsa o'rganyapman. Telefon raqami ayting. Probeg emas garanti 90lik 250 3509. 3509 telefon qilasizlar. Akani endi muomalalari uchun ham bitta like bosib qo'yasizlar, to'g'risi. O'tgan safar ham misol uchun keling, Nexalarni abzorlaylik, nasrini ko'taradi. Chunki tushunadigan insonlar telefon qilasizlar, baraka qilasizlar, aytib o'tkazadi, barter, generalni afalmini любойga chiqaradi. Agar pullaring yetmasa, avtokredit ham qilib beradilar o'zlari. Shaxsan. Telefon raqam pastda bo'ladi. Aka, sizga ham omad, nasib bo'lsa barakasini bersin, sotilib ketsin. Bizning kanaldan sotilsa shunchaki xursandmiz aka. Ro'za Ramazon oyi barchaga muborak bo'lsin.